Ahmadjon. Mayda boya gapirgan gapimga birov yozgan ekan, ZAKSdan o'tkiz kelmasa shar'iy nikoh yetadi-ku. Qonuniy nikoh prosta ayolingizni haq huquqiga xolos debdi. Shu yerda ikki og'iz gapim borda. Islomda 3-4 xil nikoh bo'lmaydi. Islomda bir begona xotinni halollab xotinim deyish uchun shar'iy nikohni o'zi yetadi. Endi mana shar'iy nikoh yana nimaga yetadi desa, uni haq huquqlariga ham yetadi. Ayolga o'sha kuni nimani va'da qilgan bo'lsangiz, uni haq huquqlari bo'ladi. Ertaga o'sha nikoh qilgan odamni, guvoh bo'lgan odamlarni guvohliligi qonuniy deb hisoblanadi-da. Va u meros bo'lishligida ham, mahrida ham, boshqa masalan ayollik nafaqalarida ham, farzand nafaqalarida ham hammasida mana shu guvoh bo'lgan odamlarning guvohi yetarli bo'ladi. Agar qilgan shar'iy nikohingiz rostmana shar'iy nikoh bo'lsa, o'sha nikohda ham guvohlar bo'ladi, kamida 2 ta erkak kishi guvoh bo'ladi. Ya'ni bular ham qanaqa erkaklar desa, diyonatli bo'lgan erkaklar guvoh bo'ladi. Haromxo'r bo'lgan, fosiq bo'lgan erkaklar guvoh bo'lmaydi. Va mana shu diyonatli bo'lgan, Allohdan qo'rqqan, fosiq bo'lmagan haligi erkaklar sizni oilaviy masalangizda chiqadigan har qanaqa muammoda guvohliligi yaraydigan odamlar deb hisoblanadi va ularning guvohliligi bilan hukm chiqariladi. Ya'ni haq huquqlar borasida islom odamlarni tashab qo'ygan emas. U Lenin ko'rsatib bergan ZAKS bilan hal qilasizlar haq huquqlarni. Bu endi xotiningman yotib turishni halol yo'liligi uchun men senlarga nikoh nozil qilyapman. Nikoh qilib olsang xotiningman yotaverasan bemalol. Lekin haq huquqqa yaramaydi u, yaramas narsa. U yaraydigani Lenin chiqarib bergan ZAKS degan narsa haq huquqni ta'minlaydi. Men chiqarib bergan narsa haq huquqini ta'minlamaydi. Men Lenindan ko'ra pastroqman degan emas, shuni bilib oling. Uni sizni mana hayvon imomlaringiz aytayapti. Allohning Lenindan past deyapti. Leninning ZAKSi haq huquqini qanoatlashga yaraydi, Allohni halol qilgan nikohi yaramaydi deyapti. Allohning shariatini yaramas deyotganlar bugungi hayvonlar. Agar shu hayvonlarning gapiga kirsangiz, siz ham hayvon bo'lasiz. Haq huquqimga bugungi ZAKS yarar ekan, nikoh yaramas ekan desangiz, siz o'zingiz yaramas bo'lasiz. Bugungi yaramasligi musulmonlarda nimada bo'lyapti desa, Alloh ularga nozil qilgan yaraydigan shariatni yaraydigan ahvolga ko'tarishdan qo'rqib yaramaslik qilyapti. Qayoqdagi Leninga o'xshagan kasofatlar tuzib bergan ZAKS bularni hayotini hal qilishga yarar ekanu, Alloh nozil qilgan to'g'ri bo'lgan nikoh degan aloqa, nikoh degan bitim yaramas ekan. Agar qalbingizda zarracha iymoningiz bo'lsa, o'sha o'zingizga o'xshagan musulmonlarni yig'ib, agar nikohingiz rostdan shar'iy nikoh bo'lsa, chiqib talab qiling. Meni mana bu nikohimni shu yaraydigan qilib ber, hamma yoqqa haq huquqqa ham, yotib turishga ham, merosga ham, nafaqalarga ham, hamma yoqqa yaraydigan shunaqangi nikoh qilib bergin meni nikohimni deb musulmonlar chiqib talab qilish kerak shuni. Juda ko'p davlatlarda, boshqa shar'iy hukmlarda oyoq osti qilgan bo'lsa ham, nikoh degan shar'iy hukmni amal qiladi-da. Masalan, Turkiya g'irt sekulyar davlat. Xudoning qonunlarini umuman oyoq osti qilib o'rgan davlat. Lekin shu nikoh bobiga kelganda amal qiladi. Siz aytayotgan ZAKSni imom qiladi yerda. Shu imom o'qigan nikoh u yerda o'sha nafaqaga ham o'tadi. Sotlashgani ham shu nikoh yetadi. Ertaga meros olgani ham ana shu nikoh yetadi. Chetdagi guvohlar borib
Bunga meros berasan maloncha, chunki u shuni shar'iy xotini. U buni shar'iy eri deb turib, guvohlikka o'tib, shun bilan meros oladi odamlar. Shuning uchun bugun biz o'zimizni nikohimizni past sanamaylik, u faqat yotib turgani kerak narsa nikoh. Qolgan hammasini zakis yechib beradi degan odam iymonidan ayriladi u. Hamma narsani nikoh yechib beradi, yetadi nikohdagi hukmlar yechib berishlikka. Ya'ni siz qadrlamagandan keyin siz ustingizda o'tirgan kofirlar qadrlaydimi? Siz o'zingizni nikohingizni qadrlamasangiz, ha bu faqat yotib turgani haq huquqini nariga zakis yechib beradi desangiz, u sizni nikohingizni qadrlasinmi? Yo'q, seni nikohingni Alloh nozil qilgan. Allohning hukmi bu. U haq huquqini ham yechib berishlikka yetadigan desinmi kofir kelib sizga? O'zingiz bir tiyinga olmayapsiz u Allohning hukmini. Gapirayotgan gaplaringizni rostdan o'ylab yozinglar, birodarlar. Yana arabcha at qo'yibsiz Abu Ismoil deb. Dindan chiqib kofir bo'lsa agar e'tiqod qilib turib Allohning dini haq huquqini yechib berishga yaramaydi, zakis yaraydi desangiz, dindan chiqib kofir bo'lasiz. Alloh saqlasin. Xo'p, Mahmudjon, bu yoqda savollar hayit namozi haqida va boshqa masalalar haqida ko'payib ketyapti. Fiqhiy savollar asal ko'pi. Shu yerda birozim gapim bor edi. Shu aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga